Yo'l infratuzilmasini yaxshilash, harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida viloyat Ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi tashabbusi bilan maxsus ekspluatatsiya montaj bo'linmasi tomonidan bugun viloyat hududi bo'ylab eskirgan yo'l belgilari yangi va zamonaviysiga almashtirilib, yo'l yotiq chiziqlari chizish ishlari olib borilmoqda. Shuningdek, viloyatning aynan avariya o'choqlari hisoblangan hududlarda harakat ishtirokchilariga yangi va zamonaviy, har taraflama qulay bo'lgan 5 ta svetofor qurilmalari joriy yil 2 oy davomida o'rnatilib, ishchi holatiga keltirildi. O'rnatilgan svetoforlarning bir donasi transport svetofor qurilmasi bo'lsa, 4 donasi piyodalar o'tish joylarida o'rnatilganligini ko'rish mumkin. Aynan Qarshi shahrining transport vositalari serqatnov bo'lgan Aralovul mahallasi hududida joylashgan 31-sonli umumta'lim maktabi piyodalar o'tish joyida piyodalar uchun svetofor qurilmasi o'rnatilib, ishchi holatiga keltirildi. Qarshi shahar 31-umumiy o'rta ta'lim maktabida 7 yildan beri faoliyat yuritib kelaman. Aynan shu maktabimizda 1667 nafar o'quvchi tahsil oladi. Maktabimiz joylashgan bino yonida juda ham serqatnov yo'l mavjud. Mana shu yo'llarda o'quvchilarimiz qatnashda juda ham qiynalishadi. Bugun maktabimizda mana shu o'quvchilarimizni xavfsizligini ta'minlash maqsadida yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan svetoforlar o'rnatilyapti. Buning uchun biz albatta mas'ul xodimlarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bir so'z bilan aytganda, har bir o'rnatilgan yo'l belgi yoki svetofor qurilmalari barchasi inson hayotini xavfdan yiroq qilishi bilan bir qatorda transport va piyoda harakat ishtirokchilarini tartibli va xavfsiz harakatlanishlarini ta'minlashdan iborat. Qarshi shahar hududida bolalar ishtirokidagi yo'l transport hodisalarini barvaqt oldini olish maqsadida Qarshi shahar Aralovul mahallasi hududidan o'tuvchi yo'lda yoqasida joylashgan 31-si umumta'lim o'rta maktab ro'parasida piyodalar xavfsizligini ta'minlash maqsadida piyodalar svetofori o'rnatilmoqda. Hurmatli harakat ishtirokchilari, yo'llarda harakatlanish qoidalariga amal qilishingizni hamda piyodalar o'tish joylarida tezlikni kamaytirishingizni so'rab qolamiz.